Xo'sh. Nima qilibdi daraxt bo'lsa, meshat qilsa. Chiroyli archacha. Videom boshda. Nima desa bo'ladi? Tabiatni juda yaxshi ko'radi xalqi. Umuman, masalan, birorta proyekt uy yoki o'shanday qurilish bo'layotgan bo'lsa, daraxt yonida bo'lib qolgan bo'lsa, masalan, mana zaborda orqasida yo'q, shunga moslashtirib proyektni o'zgartiradi. Masalan, mana uyda, to'g'rida kiradigan joy, xot mana darvozacha, manada nima, mashina kiradigan joycha. Daraxt mana shu yerdami? Uyni vidini buzadi demaydi. Qurilgan, moslashilgan. Atrofga qarab chiqsam, hamma uylar mana shunday. Mana uylarda ichida daraxtlar qolib ketgan, eskidan kelgandan yangi proyekt uylar ham bor. Daraxtlar juda eski. Qurilgan bo'lsa ham ichida shunga qarab qurilgan yoki ekilgan. Mana shunday. Chunki tabiatga juda katta foydasi bor. Daraxtlarni bilishadi. Shuning uchun juda avaylab, asrab, qadrlaydi. Ayniqsa eski katta daraxtlarga iloji boricha o'zi qurib, o'zi nima bo'lmaguncha ziyon yetkazmaydi. Har mavsumda qarab qurigan shoxlarni meshat qilmaydi. Mana olib tayyorlab chiqadi. Uyda ichida o'sib ketgan, nima qilgan, mana shundan foydalanib nimacha qo'yib qo'ygan, chiroyli. Har bitta yo'lak yonboshida обязательно daraxtlar bor, mana qator ketgan, ekilgan. Bundan tashqari uylarda ichida mana shunday daraxtlar o'sib yotibdi. Ko'rishimiz mumkin.